ko'rib turgan o'yinchog'ingiz narxi 310 ming so'mdan. Sifati yaxshi. Ko'rib turganingizdek 1 2 3 4 5 6 qavatdan iborat o'yinchog'imizni mana shunaqa ko'rinishda yig'iladi. Ichida ikkita rona shunaqa maxsus texnikalar bo'ladi. Keyin bu yerda bitta rona vertolyoti bo'ladi. Ovozlar chiqadi. Ko'rib turganingizdek har xil ovozlar chiqadi. Knopka bosgan paytda lift ko'tariladi. Lift ko'tarilyapti. Ichiga mashinalar qo'yib qo'ysa ham bo'ladi bunaqasiga. Knopka bosgan paytda pastga tushirib beradi. O'yinchog'imiz balandligi 84 sm. Uzunligi 54 sm, eniga 45 sm bo'ladi. Tiqilib qoldi. Tepaga ko'taryapti. Yaxshi kelmadi, transport qilib qoldi. Ko'rib turganingizdek mana shu korobkasi mana shu katta ko'rinishda bo'ladi. 82 ta qismdan iborat. Katta bolalarning o'yinchog'i. Bu tomonda ko'rib turganingizdek har xil o'zini belgilari bor. Bu tomonda ham har xil parkovka belgilari bor. Biz endi hamma qismlarni qo'ymaganmiz. Qo'ysa undan chiroyli chiqadi. Moshinalarni yaxshi taraf qo'yib yuborsa, o'zi aylanib tushadi. Bu tomondan qo'yiladi. Tushadi. O'yinchog'imizning o'zining ichida yo'li ham chiqadi. Buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinalar ham metalldan ishlangan, telari ham sifati yaxshi. O'tirib o'ynasa bo'ladi. Qisqasi, narxiga zo'r chiqqan. Vertolyotlarni ham ko'rsiz bo'ladi. Mana har bir etajda o'zini har xil belgilari bor. O'yinchog'imizdan o'zini mana tomonda o'zini yo'li bo'ladi. Endi yoymaganmiz, mana ko'rib turganingizdek katta o'lchami ham. Mana yo'lini qo'yib, o'ynasa ham har xil izlari chiqadi. Qiziqarli hozir ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek sifati ham yaxshi. Plyonka materialda ishlangan. Bolajonlar uchun qiziqarli o'yinchoq. O'yinchog'imizning hozir do'konimizda ko'rinishlari bor, boshqa ko'rinishlari ham. Ko'rib turganingizdek mana shu rangidan bor. Ko'k rangi, keyin qizil rangi bor. Hukida politsiyskiy mashinalar chiqadi. Bu tomondan shu o't o'chirish mashinalari, bu hozir yig'ganimiz maxsus texnikalar. Bu tomonda maxsus mashinalar to'plami chiqadi. Ichida 3 ta rona komplektda mashinasi bo'ladi. Undan tashqari mayda mashinalar qo'yib, bemalol o'ynasa ham bo'ladi. Aytganimdek tepagadan qo'yib yuborganda o'zi aylanib tushish kerak bo'ladi. Sifati ham yaxshi. Mashina shunday. Endi bu o'yinchog'imiz tep qoldi. O'zi mashina mashina qo'ysa ham aylanib tushadi. Mana yerga tushib ketdi. Qisqasi tushsa ham jum cheksinmaydi. Temirli o'yinchog'imizda do'konimizda bor. Bu tomondan ham ko'rsamiz, oq tarafga ham. Oq tarafdan ko'rsiz ham bo'ladi. Do'konimizda kutib qolamiz.